Mening mag'lubiyatdagi ikkinchi turmushim 6-qism. Biz yo'ldoshim bilan to'y qilgan vaqt 2022-yilning 1-oyning oxirida. Bu vaqtda diliqi qaralsiz Moskva sababli uydirimiz kirkitilgan, bir yilga ketilgan vaqtda vaqtimizdku. Şolan qishliq ta'til to'shib, qizim maktabga ketgandan keyin yo'ldoshim ikkimiz yozliq ta'tilga ulgurib, qizim bosh shaharga berib ishkirninki. Shu shaharlarni bir qurib yiqirib, ana sayohatlarimizni tugitib, biz qaytib kelgan vaqtida 7-oyning o'tirib bo'ldi-da. Ta'til vaqti bo'lgandan keyin klub tashkillab, ikkilik dala faoliyatlarga chiqib, qizim ikkimizga uy o'ngchi qoldi. Shunda xo'shalda ishimizdan. Qizim maktabga ketib qolsa, yo'ldoshim bilan meni uyda qolib qoldim, yolg'iz. Qizim bilan uzoqroq ayrim bir turib olsam deb bizga berilgan bo'shliqdan shunchalik suyunib ketdim. Ana 8-oy keldi, Moskvada biyaninki uylarga kirib turdim-ku. Men sirtlarga ketsam, ma bu Navrakamning qizi bilan mening qizim qolib qoldi uyda dedim-ku. Bu ikki bir yash farqimdi. Ishkirgi maktablarim yaqin ikki yerdi. Navrakam bir kun telefon qilib, "Ham atugul bizim uyga ketgan ish bo'lib qolsa, ma ballar mamaydigan ish bo'lib qolmasin. Ham ishki so'gandan keyin bir gaplar bir-birisiga murojaatchilik yo'lsa qo'ysa qanday bo'ladi deganti. Qarsam mening bolamni o'tdek mang'izga ketdi. Bu Navrakamning qizidan ikkisining yosh farqi cho'ng bo'lmagan deyishdan gaplar tugamaydigan ajoyib amroqda bir-birisiga. Bularning ko'ngli qarab bo'ptamdi, tashiga chiqqan ekan deb men o'ylashmay yo'lsa qo'ydim-ku. Bularni shu 8-oyning boshida yo'lga saytib, oralikdan bir necha kun o'tdilamamiz uyga kirib ketdik. Bular oyga berib bo'lgandan keyin u dars boshlaydigan vaqtlar egizbas bo'lib, bular yerda ikkisi yolg'iz qoldi-da. Oppa biz bir yolg'iz uxlatib ketdik, qanday qilamiz deb yig'laganti. O balamning yolg'iz qoldim deb yig'laganini anglasam, men u tomoq emas uyqu qo'ymaydi-ku. Voy balam qanday qilsam qaytib kelsam bo'g'dak beyaga deb shundan bizga mas'ul odamlarni izlab, men chuqum qaytib kelamiz, balam oyda yolg'iz qolibdi. Uylardan qachon chiqib qilgacha balam yerda o'qish boshlamay qolsa, men xotirjam bo'lamayman deb, balamni meyaga akildiganini ishini qilsam, balam beyaga kelsam udul uyga kelmaydi ekan. Shundan Navrakamning qizidan ikkisi 15 kun ayrim turib, uyimiz qaytib kelgan bo'ldi-da. Uçaqlar demisimi şu turuşuq təvəliginə olsa, şeyə aram baralaydigan vaqtlar bir adam artıq turamaydigan insanlar barmı? Bolam ishga ketib ayrim vaqtni to'shqizib kelgicha ko'zimga surgidek bo'lib ketdi. Maktubda o ma'lumotlar egilib qaraytsam, bu ayrim turdigan yer bolam nima ishlayotgan, qanday qilganda deb yiliq dakkidik. Ajoyib test o'tdi. Bu ishga hafta hisobda bolam biz boya qaytib kelib ayrim turdigan yerdan kelgicha 3 haftalik vaqt o'tdi-ku. Bu 3 hafta mana 3 yildek to'lib ketdi-da. Bolam ishikdan kirganda, "Voy, bag'rimga besib uzoq yig'lab ketdim. Bu nimadan ansirdim uqmayman, bir ansizchilik bor ko'nglimda. Ayni bu senim qaytirib keldim. Xotirjam ko'nglim boshlangan bo'ldi deb o'ylabdim. Mening haqiqiy ko'ngil aromimning buzildigan vaqtim bu vaqtdan boshlanishini men faqat o'ylamabdim. Uni oldida mening bolam qishki ta'tilda shu 10 kun turgan vaqtini yig'ishtirib supurib kelsa, may yozgi ta'til qaytib kelgan vaqtida qizim ikkimiz ayrimda turdik. Ma üçümüzning mundaq tarqamni 24 soat ayrılmay bir uydan taloq chiqmaydigan vaqtimiz mush tunji qitimda hamdi hayotlar kenek turib ketdi qo'ydi. Oldida hech qanday bilinmadi. Keyingi borgancha men dedim bu sizlarga tor o'yinlari bir nima tushunib ketmayman. Shu telefonimda chiqqanimda shu bilan serishdim, boshqa men unda o'yin o'ynaydigan unda narsani bilmayman. Yo'ldoshim bilan qizim ikkisi yilqidek bir biz o'ynaydigan o'yinlar bor ekan, shuni boshlab oldik. Oldida xeyli gap so'zga diqqat qildik. Kendidan o'yin boshlanib ichga kirib ketgan ikkisi degan oldi shunda bir vaqra qo'ydi. Uning oralariga sat gaplarni chiqib qoldi. Bir mashqisi deb kichik balda qiliqlarni qildi dedim. Endi bu bag'ancha sat gaplar chiqib ketgandan keyin bir oradagi parda buzilib ketmasin deb ansiraymanda. Men nimadan ansirayotganimni uqmayman. Bu ikkisi o'yinlarni o'ynab bir-birsamada bek yiqqan bo'lib ketsa, anadan bo'liqqa havo issiq bo'lgan keyin bu ikki distimda to'nkularni kiyib chiqdi. Endi mening balamning o'y ishidagi qizlarga qo'saqlar ballari ichilib qolsa, bekmi undaqlik diqqat qilib ketmaydi. Nechiqitim sal kiyim-kechakka diqqat qilib qo'ying balam burunqidek ikkimiz yolg'iz emas turdi desam ma'qul dedi-yu. Yana ba'zi o'zining bilgan o'y chiqsa, bir turib men xijilib qolmanda, men de chek qo'yib desam, o'zining uyidagi erkalik bo'g'ilib qolmasa, unda ansirayman. Gap qilmay bo'ldi, qarmomsun desam-mu, mening uyimda hozir men erga tekkan ganjo yo'q bo'lgancha, men boladan birini ortiq beqib olgandek bir ganjo kelib qoldim. Chiqsang bir boshlovas tugamaydigan gaplar bor. Yiliqa bir lenshjudan degan shunda qo'g'lab shurib boshlaydiq ko'rdi, taklif qilib o'tirib ko'rdi ikkisi. Uyini boshlovas bir kun mening balammi odatda menga yordamlashib, tan qochilarni yuvishib, uydan tozalagan odam turmush tartibi biroq buzildi o'z emasliklar. Yot odamning bosi uy kirgandek ichim siqilib mening. Bir kun men necha qilsay qo'rib mifan etib chiqcham qazamishda uzunroq turib qoldim. Bu ikkisi ko'rayotganlik lenshjusini tan ko'rib o'tgan. Mehmonxonada ikki sirqalik to'nkularni kiyib, yaqin o'tiribdi-ki, zig'irlab unda hayron qolib ketmadim. Har oylar bir yilga yig'ilib, mening tang tushirimni hamda bolalar cho'ng-cho'ng bo'lib ketdi-da. Bu yo'ldoshim bilan ashtaq bir yilga bosaq degan bolalarning gapini qilsa, mening yo'ldoshimmi. Voy, men bu qizimga bek amroq deb mening qizim deb gapqanni xo'sh o'tdim. Kunlarning bir kuni to'yga ketib qolsa, qanday chidamay uxmayman-jumu. Bu bol degani o'tin ajoyib soldi-ki deb degan ishda gaplarni deb kelsa, meni yaxshi ko'rgan bolamni qo'shib yaxshi ko'rdi deb ashta xo'shaldim men.
tamaqni jo'zg'a chiqsam, deyish ko'rib ikkisi oldida yaqin o'tiribdi, uningga bek diqqat qilib ketmadim. Qarsam, pochaqlarni bir-birisiga yiqib o'tiribdi. Daral ko'rib men bir xil bearam bo'ldim. Bu bearamligimni yana daral ichimga besitishga majbur bo'ldim. Agar miyada gaqib qolsam, men qizimga ishonmagan bo'lamdim, bu yerda erimga ishonmagan bo'lamdim. Qizimdan erimni kunlayotgan bo'lamdim. Nurg'un bir xiyollar degan chaqmoq tezligida vash o'tib ketdi qallamdan. Aş yüzümge desegendek bo'lib ketdim. Men yurgim degan og'zimga tiqilib, mush bearam bo'lib, yuzlarim mush yinib ketib bordi-da o'tdan. Tamoq yechiksan men qaraq ko'z yo'q, iliqi o jiddiy yer keldi degan kinoni mush denjin chekir ketay deyotdi. Bir yoqdan tamoq yeyotdi. Şol tamoq yeyib bo'ldi. Ikkisi yana iliqi mush cheketga qarab o'tirdi denjiga. Men qochquchilarni yig'ishtirmay, yana birdan qarab qo'ymay. Bir xilqim men mavhum odamdeklar bu ikkisini nazarga faqat ilmaydigandeklar. Bekrak cho'nqirlab o'ylashga men jur'at qilamadim. Har qitimizda bir qilayim qanroq xiyol ko'nglimga qolgandek ilam. Ey to'xtab tur, birsi o'zim yaxshi ko'rib tekkan birsi bag'rimni yerib chiqqan bola. Bunda xiyollarni qilsam yaxshimaydi, menga bir ana, bir xotun. Siranda xiyollarni qilmayjimi deb daral xiyolimni tuvanga besitishga urinib boqaman. Andan kechlik yotoq o'ylarimizga kirib yasaqmi, ishga yotoq o'yib bo'linib ketibmi, bunda telefon o'ynaydiganini biletdim. Qarim bo'lmadi ham deb undan boshqa nim xo'jalik xuddi uydan taloq chiqmagan vaqt bo'lgan ekan. Keyin qarsam, Undidarda yo'lchim taq xatdan bosdi. Keyin kimdan paranchotsiz desam, qizimning ismida balam uyqusi kelmabdi, shundan gap bo'tman desa, ha dedim, mendagi bu gapning temisi bir kunlamchilik o'tkazib qolmasin. Mashkisning orasida men kunlamchilik qilib qolsam, bu hissiyat jihati uchimizning orasidagi bir daz ketib qolmasin. Mush uydagi bir inoqlikni, xotirjamlikni buzib o'tmaydi deb shunchalik ansirdim. Ammo ko'nglim shunchalik parokanda, shunchalik parishon. Bu gaplarimni bir aytsaga deysam nomus qildim. Demay desam, ajoyib bir bearamchi qilib ketdim menga. Har qanday ana bir ish bo'lishdan burun ko'ngil sezamikin deyman. Yo ayol kishining ko'ngli shunday ulug' qilamdi. Qizim kechachilqi yo'shi o'ynab, buni bilan paranjib, ketib uxlamagandan keyin kechasidan kunduz olmish qab, tushlik tomoqni yeydi, o'lam osh ximirdek, mush laydek uxlab ketgan bo'lib ketdi-da uyda. Denish ko'rib yetib. Jo'lan bir kuni qizim denish ko'rib yetib, telefonni do'stdan undar paranjib uxlab qoldim-ku. Uxmayman. Normalda biz erlerimizning telefonni bir tekshirib mushliqchi nim badu. Ko'rishga tegishli bo'lmagan bir narsani ko'rib qolsak, ko'nglimiz og'riqam. Qalami deb o'ylab qolamiz-ku. Men o'z yo'lchimning telefonni bir qitim qo'limga kelib ko'rib beqishni o'ylashmagan. Endi bu bir o'yinga so'linib qolgan bu nega o'ralaydi deb. Ammo qizimning telefonni qo'limga oldim, yurgim shunda bir xil ig'ib ketdi-chu. Ko'raymi, ko'maymi telefonni. Ko'nglimni bilib qolsa xabar qolammi mendan. Kichkidan bu bolam hatta kunlik xotirlarni yozsam, men bolamning kunlik xotirlarini o'qimaydim. Bir aramizda ishonch qolib qolmasin. Apam bunday shirimni marab yurayotgan deb arimiz jiroqlab ketmasam shuni ansiraydim. Bir sezgilerim bu telefonni al qo'lingga ko'rib baqtabmish quturtib ketib bordi-da ishimni. Shuni qarsam bolam xeyli og'ziri ichida qog'ichilik harakat ketishdi, qashqa uxlabdi, bu ig'ir uxlabdi deb cho'din qilib, unidan ichib qarsam, yo'lchimdan paranglashgan ko'zligini yuvitibdi. Balkim telefonni nechunsizni egalamisin deb yuvayotganda deb unim to'g'rishanimmi? Keyin qarsam buni yaqin do'stotli paranglashgan. U do'sti bilan shu paranglashib yetib uxlab qolgandan keyin deyishgan gap ustida ekan-ku, tenjidoniki. Uxmayman, yiliqini tek o'qimay turib ichidagi mazmunni yurgin bir xil sap ketdi. Balkim yurgin bir anas to'ygan do'mish chaqda. Yiliqini ichib parang xotirasini ko'rib baqay desam, men ko'ygan vaqtning o'zida bularni o'zining turmush to'g'riliq, dostur to'g'riliq, qachon ishlar ichiladi degan to'g'riliq gap qilishibdi. Endi bekkilik gumonliq narsa bayqamadim-yu, yana ko'rib baqqan bada nimaligini mazmunlashdi. Boshqa mazmun bormi deb. Davomli ustiga sersam, 2 kunning oldida do'sti "Nipa bachini很帅" deb yozibdi. Biz hayot chiqaqlab bu balam shunda chambaraklangan 9 parchani to'shqizib rasm yo'lda emasmi? Degan desa, mening balam "Ta chu shi很帅" deb. Mening dadam shunda yaxshi odamning ko'nglini tushunda, opamdimi bek tushunda mening ko'nglimni. Bu odam bek yaxshi odam. Agar bu odam mening opamning yo'ldoshi bo'lmagan bo'lsa, u qanday qo'y ayshantadi deb yozibdi mening balam. Yili xatni ko'rib, yuragimga bir pichoqni tiqib, mush qo'chib o'tgandek bo'lib ketdim. Ko'zimni oldirgan qorong'ushib ketdi. Meydam tutib o'ltirib ketib borman. Asli, mendan boshqalar olsa balkim, yili telefon olgan peti bolasining yuziga tog'ib o'tdi. Bu chaqda yo'lchim telefonni to'qisab qo'yib, yotoq qo'ydi, karvatning ustidan tushmay telefon o'ynayotgan. Mening bu yerda bu telefonlarni tekshirib ketganlarimni bilmadi-da. Bu yuragimning og'riqiga ishim to'g'ri kelmaydi. Asta telefonni qanday qo'lim olgan bo'lsam, o'layotgan jilan ko'ngilni bilmasam, shu uchagan pet telefonni qo'yib qo'ydim jo'zning ustiga. Yugurib kiriblam yo'lchim burnim deysam, nima deb gap aytishimni uqmadim. Chunki yo'lchimning telefoni men texnik nima mazmunda paranglarni ko'rganimni bilmayman, ammo ikkisining parangchiligini bilaman. Har qancha bo'lsin bir uyda o'tirib, men bilan bir uyda yashayotib, mundaq qilmas. To'pamga jigdisanmas. Ikkisi bir bo'lib meni sarang topmas deb o'zimga cheksiz bir ishonch berib turmanda, ham o'zim ashta olmaydigan bo'lsam, men yugurib chiqib derizamda ossam bo'ldi o'zimni. Kirib yo'lchimni qarsam, u xiyol yo'q, yotgan ishqibni orasi qistirib yetib, telefon o'ynayotibdi, tek ustunki badni mayqsim yo'q. Ostiliqlik tantarbiya qaldishdan. Yo'lchim shundan bir sat ko'rindi ko'zimga bu kuni. Bu kuni uxmayman, meydamga bag'anch og'riq kirib ketgan deb, biza diqqatimni chachayib,
doying serib o'tladim birdim. Doyingni ko'rgancha bir qallong'izga bir nima kirvasi izlash ko'znikiga shu temadagi narsani kirgizib bir izdigimiz kelib qoldi. Ya men lashdammi boshqa tullanmashdammi. Şolan mushu o'zining kichik erga tekkan ikkinchi turmushda mushtaq ma'xush qizvala qandaqroq turmushda o'tgandi degan mazmunda bir narsani kirgizib izlasam, uning doir nurg'un mazmunlar chiqadi birisi ulush, ba'zi kinoga, ba'zi qilib dönjüga, ba'zi haqiqiy bo'lgan ishlarga chiqib hech qaysi unda bir baxtli turmushda yashagan emas, hammasi shu erni qizdan kunlab yoki bo'lmasa eri qizg'icha qilib qo'yib degandek nurg'un shu adam ko'rishni xohlamaydigan, aqliga sig'maydigan ishlar mazmunlar chiqayotgandi. Xuddi telefonimdan men tok tarab ketgandek telefonimni yerga it yutiblanmışlar seskanib ketdi bedim.